Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga sarmoyasiz telefonda pul ishlash kanali. Kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizning rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Do'stlar, yana bir Telegram botda juda oson yo'l bilan pul ishlaymiz bu yerda. Demak, qarang. Bu botni silkasini kommentariyada qoldiraman. Kommentariyada silka orqali kirganingizdan keyin aynan shu botga, bu botga o'xshagan botlar ham ko'p. Aynan shu botga tashlash uchun именно o'sha silka orqali kirsangiz, mana shu botga tashlaydi. Botda qanday pul ishlaymiz do'stlar, qarang. Start tugmasini bosganingizdan keyin, mana men bosdim o'sha. Для завершения регистрации вашим mana решите captcha deyapti. Mana bunday captcha chiqadi. Misol chiqadi. Bu oson. 5 ga 5 ni qo'shasiz, 5 ga 3 ni qo'shasiz. Bu yerda 3 ta varianti chiqadi. 3 ta variantdan qaysisi to'g'ri kelsa shuni bosasiz, bo'ldi. Успешно registratsiya deysiz. Registratsiya kirganingizga, bot zapiska qilganingizga 1 rubl pul to'laydi. U 1 rublni birdan chiqarsangiz bo'ladi. Minimalniy summa vывод 1 rubl. Koshlogingizga birdan tushirib beradi. Urib chiqarganimda mana koshlogimga o'zi tushdi ham, mana 1.10. Sababi bu yerda yana bitta kanaliga ham obuna bo'ldim. 10 kopik berdi unga, 1.10 kopik menga kelib tushdi avtomatik. Demak, bu yerda minimalniy, mana o'zi minimalniy summa вывод 1 rubl. Так, вы можете вывести свои деньги просто укажите deyapti. Payr koshladim. Payr koshladi unaqa qilasiz. Demak, buni ham hozir ko'rsataman. Shundan keyin qarang, 1 rubl sizga beradi. Demak, bu yerda mana pastdagi tugmani bosamiz, mana bu. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi saytda. Tak, siz chiqarishingiz uchun pulingizni birinchi mana vash payr koshlogdan bosganingizda, tak, mana bu yerga mana payr koshlagingizni bosganingizdan keyin payr koshlagingizni nomerini kiritasiz. Payr koshlagingiz nomerini. Payr koshlog nomerini kiritgandan keyin mana nomerini kiritganingizdan keyin mana напишите payr koshlog deydi-ku. O'sha payr koshlog nomeringizni mana primerni ko'rsatgan. Siz mana bu payr koshlogni nomerini yozib turib tashlaysiz. Mana payr koshlog bosganman. Payr koshlog nomerini kiriting deyapti. Mana bu yerda payr koshlog nomerini ko'rsatyapman. Qani, mana выберите действие deyapti. Вывод деньгini bosyapti. Mana вывод средств успешно выполнено вам отправлено deyapti. Mana 1 rubl 10 kopik. Manaki. Demak, bu yerda qanday pul ishlaymiz do'stlar? Bu yerda pul ishlash uchun mana bu yerdagi mana payr koshlagingizni boyladingiz, pul chiqarishni tushundingiz. Mana payr koshlog bosasiz, shu yerga payr koshlog nomeringizni jo'natasiz, vывод tugmasini bosasiz, pulingiz tushadi. Bu yerda siz balansingizni ko'rasiz, necha pul borligini. Mana bu yerda keyin mana bu vash referral silka deyapti. Mana vash referral silkani bosasiz. Sizga mana bu referalni silkangizni beradi. Shu silkani kopirovat qilib do'stlaringizga, tanishlaringizga jo'natasiz. Ular Telegram mana shu sizni silkangiz orqali ular ham shu kiradigan bo'lsa, mana shu saytga, uning botga kiradigan bo'lsa, shu botga kirgandan keyin sizga har bir mana kirgan uchun mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Mana 1 rubl chaqirgan odamingizga 1 rubl ishlaysiz. 1 rubldan. Har bir chaqirgan odamingizga 1 rubl. Mana referalni odam chaqirganingizga 1 rubldan beradi. Bitta odam chaqirganingizga minimalni chiqaradigan pulingiz 1 rubldan boshlab chiqarasiz. 10 rubl, 10 ta odam kirdimi, siz silkangizga 10 ta odam 10 rubl pul ishlaysiz. Demak, mana shunday qilib pul ishlasa bo'ladi. Boshqa hech qanday ish qilinmay bo'ldi. Kirasiz, 1 rubl beradi, xohlang chiqaring birdan, xohlang keyin chiqaring. Referal silkani olasiz, referal silkani tarqatasiz. Mana referal silkani chiqarib, referal silkani tarqatasiz, referal silkangiz orqali kiradi. Sizga siz o'sha boyagi bot kirib turib, bot u ham shunday kirib start tugmasini bosadi, 1 rublni oladi. Keyin bitta kanali bosh kanaliga podpisatsiya bo'ladi. Bo'ldi, mana shunday qilib telefon pulni chiqarib qilaveradi. Xohlaydi 1 rublni chiqaradi, xohlaydi anaqa davom ettirib, u ham o'zini silkasini boshqalarga jo'natib, tarqatib qilsa bo'ladi. Demak, bu yerda juda ham oson va qulay pul ishlasa bo'ladi.
Demak, pulni momentan birdan tashlab beryapman. Vaqt ketmayapti. Mana pul уже jo'natilyapti. Сразу pul tushyapti. Уже manaki Payer koshelokda mana tepada boyagi jo'natilgan pul turibdi. Mana Payer koshelokda turibdi pul. Demak, do'stlar, silkani qoldiraman. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing deb kanalimizga obuna bo'ling va sizga keyingi videolarni ham ko'rsatib boramiz. Oson, sarmoyasiz, pul chiqarmasdan cho'ntagingizdan pul ishlashni yo'llarini ko'rsatib boramiz. Shunaqa videolar qo'yib boramiz kanalimizni rivoji uchun. Faqatgina siz o'z hissangizni qo'shib, kanalga obuna bo'lib, ko'rayotgan videolaringizga layk bosing. Sizdan faqat shuni iltimos qilamiz. Kimga tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsin, kommentariyada javobini yozamiz. Hammangizga rahmat. Sog' bo'lasiz.